Mana bizani diqqat e'tiborimizda bor. Buni ushlab turish juda qiyin ekan. Mana bugun man bordim oldimizda sayr qilgan kichkina park ochilgan edi. O'sha qarab o'tirmay сразу telefonni olaman. Ko'paytirib o'zim ham qilmaslik kerak buni deb. Сразу YouTube'ga videolarni ko'rib chiqib qolaman, сразу Instagram'ga reels ko'raman, сразу Telegram'ga kirib chiqib qolaman. Kim menga yozdi, kim menga yozmadi. Тревожный bo'lgan ekanman. Va aytdim o'zimga, yo'q bunaqasi ketmaydi. Telefonni qo'ydim, suvga qaradim va o'zimga o'zim aytdim. Man hozir hech narsadan xavotir olmasam bo'ladi. Hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Hozir ishimni o'ylashim, plan tuzishim shart emas. Hozir va shu damda mana shu yerda o'tiribman. Mana shu sharshilaga qarab o'tiribman. Damba bordi oldimizda. Nima bo'ldi? Tinchlandim. Bu qiyin ekan. Telefonga qaramasdan, diqqatni u joyga jalb qilmasdan, bu narsalarni o'ylamasdan, faqatgina jim turish va mana shu suv oqishiga qarab turish qiyin. Sizlar qila olasizlarmi? O'tiribsizlar, bu narsaga qarab, kino ko'rmayapsizlar, kitob o'qimayapsizlar, reels ko'rmayapsizlar, SMS kutmayapsizlar, hech narsa yozmayapsizlar. Faqat o'zingiz bilan o'zingiz yolg'iz. Jimlikda.